O'zim podkast uchun bundan bir kirish gapini o'ylab topsam bo'lar ekan, kirish frazasini. Hayyo hammaga assalomu alaykum deb kanalga xush kelibsizlar. Bugun 3-chi podkastimiz yaxshi ders. Assalomu alaykum dear students. Ingliz tilini to'g'ri o'rganish 3-qism. Bu qismda men nimagadir o'qituvchini to'g'ri tanlash to'g'risida gaplashamiz deb o'ylagan edim. Lekin hozirda notlarimga qarasam, bugungi mavzuimiz ozgina boshqacharoq ekan. Bugun ingliz tilini o'quvchilar tashab qo'yishi to'g'risida gaplashar ekanmiz. Ya'ni siz ingliz tili o'quvchisi sifatida ingliz tilini tashab qo'ymasligingiz uchun ingliz tilini qanaqa qilib o'rganishingiz kerakligiga ozgina urg'u qaratamiz. O'zi o'quvchilarni tilni boshlab, keyin tashab qo'yishining eng asosiy sababi bu o'quvchida motivatsiyani qolmasligi. Motivatsiya nimadan kelib chiqishi to'g'risida biz eng birinchi podkastimizda, ya'ni maqsad to'g'risida gaplashdik. Motivatsiyamizni qo'ygan maqsadimizdan kelib chiqadi. Maqsad qanchalik bir oliy bo'lsin, qanchalik odam maqsadini cho'tki bilishi, uni motivatsiyasi shunchalik bir kuchli bo'lishiga sabab bo'ladi. O'quvchilar ingliz tilini o'rganishni boshlab tashab qo'yishiga ikkinchi sabab bo'ladigan narsa bu ingliz tilini o'quvchilar uchun qiyinlik qilishi. Bizga aloqaga chiqishadi-da, darslarga yozilishdan oldin yoshim 30 dan oshdi, 40 dan oshdi, 50 dan oshganlar sal kamroq endi, yo'q emas, bor. Eng katta yoshli o'quvchimiz 67 yosh edilar. Ozodbek aka degan aka. Okaymi? To'g'ri to'g'ri bo'lsa kerak. Aloqaga chiqishadi-da, o'sha yoshim menimcha bo'lib qoldi. Meni ingliz tilini oldin umuman o'qimaganman. Men bu tilni o'qiganman, biz nemis tili o'qiganmiz yoki biz arab tili o'qiganmiz deyishadi-da. Umuman bilmayman-da, o'sha qanaqa bo'lar ekan deyishadi. Biz bitta narsani bilishimiz kerakki, ingliz tili yer sharidagi eng oddiy, eng sodda tillardan bittasi. Ya'ni til sifatida yoki bir fan sifatida, ya'ni o'qib o'rganish jihati sifatida juda ham oddiy, juda ham prostoy. Buni oddiy isboti tilni men o'rgana olganim. Tushunasizmi? Men matematikada yo'qman, fizikada yo'qman, lekin mana shu tilni bir yaxshilab o'rgana olganman. Bu men allambaloligimdan emas, bu tilni o'zi shunchalik osonligidan. Shunchalik osonki, даже men ham o'rgana olganman. Endi qaraylik. O'quvchilarga o'sha til o'rganish jarayonida bir xil payt qiyindek tuyulib ketadi-da. Buni asosiy sababini bilishingiz kerakki, eng birinchi o'rinda turadigan sabab bu o'quvchini noto'g'ri programmadan shug'ullanayotganligi. Noto'g'ri programma deganda nima nazarda tutiladi? Bundan oldingi podkastlarda sizlar bilan shu narsani ko'rib chiqdikki, tilni o'rganayotgan o'quvchilar noto'g'ri kurs tanlayotganda bir xil faqatgina oldin grammatikani o'rganib, keyin grammatikani ustiga ozgina speaking, ozgina listening, ozgina reading, writing deb qo'shadi. Bizning o'zimizda ham shunaqa keyslar pastayanda bo'ladi, shunaqa holatlar. O'quvchilar darsimizga yozilayotganda administrator darajasini so'raganda, darajam pre-intermediate, intermediate deb aytadi bolalar. Va buni ketidan o'quvchilar обязательно lekin so'zini qo'shib qo'yishadi. Lekin speakingim past, lekin writing yoza olmayman, lekin listening eshitsam tushunmayman degan narsalar. Hozirgi programmalarni ko'rib, to'g'risi men ozgina hayron qolaman. Hozirgi berilayotgan ma'lumot, даже men hozirgi o'zimni bilimim bilan agar shu tilni o'rganishni boshlaganimda, men uchun ham qiyinlik qilgan bo'lardi. Mana elementarniy bitta narsani tushunishlik kerakki, bu biznesda qoidalardan bittasi talab bor joyda taklif bor. Talab bor joyda taklif bor. Hozir kunga kelib o'quvchilarning talabi shu bo'lib qolganki, men tilni tezroq o'rganay degan bir talab bilan o'quvchilar chiqishyapti. Va o'quv markazlari bu tilga bir biznes sifatida qarab, tabiiy ravishda sani talabingga biz mana bir yechim beramiz degan holatda kurslarni tezlashtirib berishyapti. Tezlashtirish degani nazarda tutilayotgan narsa o'quvchiga juda ham ko'p ob'yom berilyapti. Bitta narsani tushunishinglar kerak o'rtoqlar. Tilni nimaga tez o'rganib bo'lmaydi? Nimaga tez o'rganib bo'lmaydi? Sabab nimada? Bu sabab o'quv markazlari sizlardan ko'proq pul ishlashi uchun, o'qituvchilarga sizlar ko'proq pul to'lab, o'qituvchida ko'proq qolib ketishlik uchun emas. Bitta narsani tushuninglar. Bizning miyamizni kunlik hazm qila oladigan ob'yomi bor. Deylik, bu narsani bakalashkadagi suvga o'xshatsak, sog'lom odam bir kunda 3 litr suv ichish kerak. Men bilishim bo'yicha endi balki aytib adashayotgandirman, lekin men bilishim bo'yicha 3 litr suv odamning normasi. 3 litrdan kam ichsangiz ham bo'lmaydi, 3 litrdan ko'p ham уже ortiqcha. Va siz mana shu 3 litrdan 2 yil davomida har kuni 3 litr suv ichadigan bo'lsangiz, 2 yildan keyin siz sog'lom bitta sportsmen bo'lib chiqasiz. Bu o'sha ingliz tilini bir alternativasi sifatida qilib gapiraman. Endi hozirgi o'quv markazlarining aytayotgan narsasi, davay mana shu 2 yilimizni biz 6 oy, 8 oy qilamiz-da, lekin uning uchun sen kuniga 3 litr emas, 5 litr suv ichishing kerak deyapti. O'rtoqlar, organizmingiz 3 litr suvga moslashgan bo'lsa,
ya'ni doktorlar aytyapti bu yerda doktor deganda ingliz tilida misolda bu rostmana professorlar aytyaptiki, yo'q, sen mana 3 litrgina suv icha olasan deyapti va bu yerda biz 5 litr tuxumimiz o'zimizga. Hancha vaqt kam, imtihon topshirishim kerak, IELTS topshirishim kerak degan narsalar. O'rtoqlar, 5 litr suvni ichgan odam qolgan 2 litrini avtomatik tarzda chiqarib tashlaydi. Organizm bu narsani ko'tara olmaganini hisobiga avtomatik tarzda uni chiqarib yuboradi. Sizda polyubomu o'sha 3 litr qoladi. Polyubomu o'sha 3 litr qoladi. Ma'lumotni sifatida qilib oladigan bo'lsak, kulli normada siz o'zi miyangiz qabul qila oladigan bir normasi bor. U normadan ko'pini miyangiz qabul qila olmaydi. Tushunyapsizmi? Endi bu narsa hammada har xil ishlaydi. Kimdirlar bor, o'ta aqllilar bor, ular normadan ko'ra sal ko'proqni ola oladi. Lekin odatda bu siz emassiz. Bu ana palonchining o'g'li, palonchi pani qizi. Tushunyapsizlar mana shu narsani. Shu narsani biz qabul qilishni boshlashimiz kerak. Tilni tez o'rganib bo'lmaydi. Rost tez o'rganmoqchimisiz, siz ko'proq vaqt sarflaysiz, lekin ko'p vaqt sarflaganingizda ham miyangiz qabul qila oladigan yoki qabul qila olmaydigan darajadagi ma'lumot bor. Endi o'quv markazlari aytganimdek ko'p ma'lumot berishyapti. O'quvchimni bugun bitta ko'p ma'lumot, ertaga bitta ko'p ma'lumot, indinga bitta ko'p ma'lumot qilib olib, ma'lum paytga kelib o'quvchilar qiynalib qolyapti-da, o'sha chalkashib ketyapti, o'sha bardak bo'lib ketyapti, bitta joyda qotib qolyapti, qotib qolgan joydan u yog'iga o'ta olmayapti-da, bo'lmadi, shu qotgan joyida tilla yig'ishtirib qo'yapti. Ingliz tilini to'g'ri o'rganish qanaqa bo'ladi? To'g'ri o'rganayotganda avvalambor o'zingizga yetarlicha vaqt beringlar. Sizlarni imtihoninglarni vaqti kelib qoldimi? Imtihoninglarga sizlar taqadinglarmi? Bu sizlarni aybinglarga yarasha endi harakatinglarni qilishingiz kerak. Mana bunaqa narsa qaranglar. Sizga ingliz tili faqatgina imtihon sifatida agar kerak bo'ladigan bo'lsa, ya'ni menga o'sha IELTS'ni olaylik, o'sha institutga kirib olaylik, magistraturamga ketay, tilni o'zidan foydalanmayman desanglar va sizlarda agar o'sha 6 oygina vaqt qolgan bo'lsa, 6 oy nima qilib bo'lsa ham bosinglar o'sha narsani. Hech kimdan hech qanaqa bir maslahat ham so'ramayli, hech narsa qilmasdan bosish kerak. Chunki menga aloqaga chiqishadi, 6 oyim bor, ola olmaymanmi IELTS deyshadi. Men aytaman, "Bu baraka topgur, 6 oyim bor ekan. Mendan so'rab nima qilasan? Men yo'q ola olmaysan desam, bo'ldi, yig'ishtirib qo'yasanmi? Agar ha ustoz, siz ola olmaysan desang, yig'ishtirib qo'yaman deb boshqa narsaga fokusimni qarataman desang, unda yig'ishtirib qo'y. 6 oy kam tilni o'rganishga. Lekin agar sen 6 oyim bor, nima qilib bo'lsa ham mana shu narsaga harakat qilishim kerak desang, harakatingni qil. Lekin agar sizlar mana 6 oyim bor, boya aytganimdek, tilni men yaxshilab mukammal o'rganmoqchiman desanglar, 6 oylik, 7 oylik, 8 oylik ускоренный kurslarga bormaylar. Bu sizlarni aybinglar, oxirigacha taqaganinglar, aybga yarasha to'lovni qilishinglar kerak. Nima qilamiz? Qizildan o'tdinglarmi, mashinani urdinglarmi, bo'ldi, ayb sizlarda. Bu ham xuddi shunaqa narsa. Bu analogiyani tushunib yetishinglar kerak. Endi tilni o'rganish normasiga keladigan bo'lsak, tilni o'rganish normasi bugun bitta mavzu, ertaga ikkinchi mavzu, indinga uchinchi mavzu emas. Oldin siz bitta mavzuni o'rganasiz. Mavzuni o'rganganingizdan keyin mavzuni obdan praktikaga qilasiz. Men buni odatda present simple misolda qilaman. Siz mana present simple bugun o'rgandingiz. Present simple o'rganganingizdan keyin siz ertaga present continuous o'rganishingiz kerak emas. Indinga past simple o'rganishingiz kerak emas. Bu ko'pchilik o'quvchilar qiladigan xatosi. Bugun bitta mavzu, ertaga bitta mavzu, indinga bitta mavzuni o'rganishadi-da, keyin kelib, ustoz 12 ta zamon bilaman-u, ishlatishni bilmayman. Xato qilaman degan gaplarni gapirishadi. Tilni biladigan odam 12 ta mavzuni, 12 ta zamonni biladigan odam unda adashishi mumkin emas. U nereal narsa biladigan odam adashi. Sen adashyapsanmi? Demay bilmaysan. O'rganish qanaqa bo'ladi? Aytganimdek, bugun present simple o'rgandik. Present simple o'rganganimizdan keyin present simple ga biz misollarni ko'rib chiqamiz. Ya'ni present simple da misollar qanaqa berilyapti? Misol qanaqa berilyapti? Aynan reading da. Present simple reading da qanaqa ishlatilyapti? Ya'ni present simple da kelgan tekst o'qiymiz. Present simple kelgan listening ga eshitamiz. Listening ga eshitayotganimizda present simple qoidalari qanaqa kelyapti? Misol uchun o'quvchilarning ko'p qiladigan xatosi fe'lga s qo'shimchasini 3-shaxsga nisbatan fe'l ishlatayotganda s qo'shimchasini qo'yayotganda urg'u qaratadi. Misol uchun my brother likes football. Likes. Vaholanki bu likes bo'lishi kerak. Mana bittada likes chiqishi kerak, lekin o'quvchilar likes, sleeps, works deb aytishadi. Sleeps, works emas. Ko'rasizlarmi? Bu narsani nimaga o'quvchi xato qilyapti? Chunki listening eshitmagan, listening praktika qilmagan. Listening eshitmagan, listening eshitib ketidan qaytarmagan. Shu sabab present simple o'rgandinglarmi, uni yozma ravishda praktika qilasizlar. Ya'ni present simple ga aloqador writing yozasizlar.
Writing odatda reading topikida bo'ladi. Misol uchun, readingda sizlar kimdir hayot to'g'risida o'qidinglarmi, hoy-nahoy writinginglar ham o'zingizlarning hayotinglarni yozishinglar kerak bo'ladi. Xuddi shu mavzuda speaking qilasizlar. Ya'ni o'rgangan narsalarni og'zaki ravishda qo'llashni boshlaysizlar. Uchinchi shaxsga nisbatan gapirayotganingizda mana shunaqa oxirgi es qo'shimchalarga e'tibor berishingiz kerak bo'ladi. Sizlar bu narsani obdon praktika qilganingizdan keyingina bu narsa sizlarga sekin singishni boshlaydi. Sizlar bu narsani gubkaga o'xshab sekin shimib olasizlar. Va gubka, mana qaranglar, gubkani misolda oladigan bo'lsak, gubkani suvga shimdirdinglar-da, sirazu siqib tashladinglar. Siqib tashlasanglar, qanday shimgan bo'lsa, shuncha suvni tushirib beradi. Gubkani shimdirib oldinglar-da, ozgina quritib qo'ydinglar. Undan keyin siqadigan bo'lsangiz, nisbatan kamroq suv tushadi. Qurishiga vaqt ketadimi? Ilmda ham xuddi shunaqa. Ya'ni siz biron bir narsani olasiz ma'lumotni, uni qanchadir praktika qilasizki, miyangizga mana shu narsa qolishiga, miyangizda, tanangizga mana shu narsa singishi uchun. Undan keyingina sekin keyingi ma'lumotga o'tasiz. Keyingi ma'lumotni o'rganganingizdan keyin keyingi ma'lumotni ham siz xuddi shunaqa birinchi ma'lumotga o'xshab obdon praktika qilasiz. Listening, reading, writing, speaking dedi va undan keyin siz keyingi ma'lumotga o'tmaysizda, birinchi ma'lumot bilan ikkinchi ma'lumotni kombinationini qilasiz. Ya'ni zamonni ko'rinishida siz oldin present simple o'rgandingiz, keyin past simple o'rgandingizmi? Siz undan keyin continuousga o'tmaysiz. Siz present bilan pastni bir-biri bilan farqini ko'rasiz. Bir-biri bilan ishlatasiz. Testli ishlaysiz. Qanaqa ishlayapsiz? Present bilan past qanaqa compare qilyapsiz? Mana bu narsalarni zamonni misolda qilayotganim, endi ko'pchilik o'quvchilar shu tilda bir zamon tilni o'lchov birligi deb bilishadi. Atak bu hamma narsada bir xilda. Elementarni arzimagan sizlar uchun there is there bo'ladimi, comparative adjective bo'ladimi? Hammasini praktikasi shunaqa bo'lishi kerak. Hammasini praktikasi detalli bo'lishi kerak. Hammasini praktikasi listening, reading, writing, speaking da bo'lishi kerak. Mana shunaqa qilib tilni agar siz o'rganadigan bo'lsangiz, avvalambor shoshmasdan, o'zingizga yetarlicha vaqt berib, o'rgangan narsangizni, ma'lumotingizni yaxshilab praktika qilsangiz, inshaalloh bu til siz bilan umringiz oxirigacha qoladi. Inshaalloh mana shu o'rgangan narsangizni siz hayotda bemalol foydalanadigan bo'lasiz. Boshqalar xato qilayotganda xatosini eshitib biladigan bo'lasiz. Birovga yordam bera oladigan bo'lasiz. Ya'ni bu yerda bunaqa emas, bu yerda mana bunaqa narsa bo'ladi deb isbotlab bera oladigan bo'lasiz. O'shandagina siz ilmli bo'lasiz. O'shanga ingliz tili sizlar uchun qiyin bo'lmasligi uchun, oson bo'lishi uchun elementar narsalarga e'tibor beringlar. Bitta narsani bilinglar. Hozir siz o'rganayotgan ma'lumotingiz sizga hozir osonlik qilgan bilan, siz hozir bilaman deb o'ylaganingiz bilan ertaga uni ustiga boshqa ma'lumot, indingi uni ustiga boshqa ma'lumot o'rganganingiz hisobiga siz bilgan elementar narsalardan ham xato qiladigan bo'lasiz. Shu narsa sizdan chiqmasin. O'shanga o'zimizga yetarlicha vaqt beramiz va o'sha o'rgangan narsamizni qanchalik yaxshi o'rganganmiz yoki yomon o'rganganmiz, shu narsani tekshirish uchun boshqalarga o'rgatishga harakat qilinglar. Oshna og'ayinglar bo'ladimi, uka-singillar bo'ladimi, farzandinglar bo'ladimi, o'rgangan narsalarni o'rgatinglar. O'shandagina siz o'zingizga xatolaringiz kelib chiqadi. O'rgatish jarayonida o'zingiz o'ylab qolasiz, to'xta, mana bu narsa nima ekan deysizda, analiz qilasiz, chuqurroq kirasiz. Yoki siz o'rgatayotgan odamingiz sizga savol beradigan bo'lsa, siz o'sha savolga javob berish uchun ham ozgina fikrlashingiz kerak bo'ladi. Tushunyapsizmi? Bitta narsani biling. Men beginner o'quvchilarimga aytaman-da, mana sen birinchi unitni tugatdingmi? Bo'ldi, sen dars berishni boshlasang bo'ladi. Beginner birinchi unit. Bolalar aytadiki, "Voy ustoz, qanaqa qilib? Agar men bilmaydigan narsani so'rab qo'ysa-chi?" Baraka topib ko'r. Sen birinchi unitni tugatdingmi? Bo'ldi, sen birinchi unit o'zidangina dars berasan. Sen berayotgan odaming sendan hayotda bilmaydigan narsasini so'ramaydi. Men agar bilmaydigan narsasini so'rasang ham, "Yo'q, bunga keyinchalik kelamiz" deb aytasan, deb beraverasan dars deyman. Bu yerda dars berish deganda u chiqib o'qituvchi bo'lib ishlash nazarda tutilmayapti. Bu yerda o'sha aytib o'tganimdek, o'zini yaqinlariga yordam berish nazarda tutilyapti. O'shani farqini bilinglar. Bu nima beginner boshladim, repetitorlik qilaman degan narsa xayolingizga kelib qolmasin. Shu o'rtoqlar, o'shanga ilm sizlarga og'irlik qilmasligi uchun sekin-sekindan, qadamma-qadam boshlash kerak. Eng asosiy fundamental narsalarga e'tibor qaratishinglar kerak. Hammalarga rahmat. Keyingi darsimizda Xudo xolisa hozir qalab nima gaplashishimiz. Adashmayotgan bo'lsam, keyingi keyingi darsimizda o'sha Xudo xolisa o'qituvchi tanlash to'g'risida gaplashar ekanmiz. Hammalarga rahmat.